Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchi, ashaddiy biz bilan qoluvchi azizlarimiz. Mana bugun biz yana Urgutdamiz, yana Beshkapagida. Albatta, ayajonimiz, xonadonimiz farishtasi bugun Kubaro ayaning shukrona kunlari bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurganmiz. O'zimizning jamoamiz bilan bugungi xursandchilik shodiyonani sizlar e'tiboringizga havola etamiz. Biz bilan qoling. Qani ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qimmatli vaqtlarni ayamasdan kelgan aziz onaxonlar, opa-singillar. Mana bugun biz yana eshitib, albatta Aziza opa rahbarligida bugun aytdilarki, amajonim, otamdan qolgan merosimiz. Bugun tug'ilgan kunlari, shukrona kunlarini nishonlamoqdalar. Borib bizning nomimizdan, qolaversa oila a'zolarimiz nomidan va qizlari Mohigul opa nomidan tabriklab kelamiz deb birgalikda yo'lga chiqdik. Albatta, Kubaro oyani oldimizga taklif etamiz. Bitta qarsak chalsangiz agar. Albatta, amajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizni ana shu yerda yig'ilgan jami mehmonlar nomidan, qolaversa opajonimiz Aziza opa, qizingiz nomidan, Mohigul opa nomidan sizni tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Samarqanddan Urgutga kelgunimizcha Aziza opa sizni ta'riflab kelishdikim. Amajonimiz yoshligimizdan shu paytgacha o'zlarini, hayotlarini ish uchun, mehnat uchun xokisor insonlardan biri. Amajonim men uchun yagona inson, men uchun ishonuvchan, albatta eng yaxshi ko'ruvchi odamlardan biri amajonimiz bo'ladilar. Bugun Kubaroya, shukrona kuningiz, tug'ilgan kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Dunyodagi eng yaxshi niyatlarni, eng ezgu umidlarni sizga tilab qolamiz. Jami yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, Xudovan o'shanga yetkazsin. Shunaqangi chiroyli kuningizga kelib sizni tabriklash, shunaqangi ezgu kuningizga kelib sizni tabriklash nasib aylasin. Hozir kelgunimizcha nechta she'rlarni aytib berdim. Aziza opa aytdilarki, ana shu she'ringiz chiroyli ekan, amajonim arziydilar. Amajonim uchun chiroyli she'ringizni o'qib bering. Nimadan kim jannatiy ayollardan biri. Hozirgacha xalqimiz xizmatida mehnat qilib charchamaydigan ayollardan biri. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Men yomon, u yaxshi ko'rgani haqqi. Bormasam kelib hol so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi, onamni Makkaga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yiroq, ko'trovchi ko'z yummay o'chirmay chiroq, yuzida ajinlim, sochlari oppoq, onamni Makkaga olib boraman. Faslning farqi yo'q, yoz, ko'klam, kuz, qish, aytingchi dunyoda bitganmi hech ish? Ketib qadri uzra unmasdan qamich, onamni Makkaga
olib boraman. Jilmayar ko'nglida yashirin arzi. Bo'ynimda osiqlik, farzandlik qarzi, Allohning xohishi, mo'minlik farzi, onamni Makkaga olib boraman. İşlerim yurishib ketsa galmagal, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Hozir Kubaroya onajon sizni ta'riflashda aziz opa ko'zlarida yosh bilan shunaqangi mehnatdo'st ayolni ko'rmaganman. Bizni yoshligimizdan yaxshi yo'lga o'rgatuvchi inson. Hozir ham mana bugun tug'ilgan kunlari borsak ko'ramiz, bugun ham ishdalar. Ishlab charchamaydilar. Xudo faqat kuch-quvvat bersin. Qarilik davrini ko'rib yashash nasib aylasin deb siz uchun hozir jami ayollardan so'rab qolamiz. Ayol uchun dunyoda eng chiroyli sovg'a nima deb o'ylaymiz? Nima? Dunyoda ayollar uchun eng chiroyli sovg'a nima ayajon? Gul bugun Samarqanddan qidirib ayajonimiz uchun chiroyli guldastani taqdim etamiz. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Marhamat. Marhamat. Albatta, agar pochchamiz shu yerda bo'lsalar, Saidqul pochcho. Shu yerdamilar? Agar bemalol bo'lsalar, bitta chaqirib qolardik, birgalikda bugun yaxshi kunda, ezgi kunda, unutilmas oqshomlarda, albatta tarixiy kunlarda shirin tortlarsiz tatimaydi. Bugun albatta amajonimiz uchun chiroyli Avesto shirinliklar qasridan shirin tortni o'zimiz bilan tayyorlab kelganmiz. Albatta Saidqul aka bilan birgalikda Kubaro opa birgalikda tortni kesib, tanovul aylab, undan baham ko'rishadi. Marhamat. Xo'p, bo'lmasa agar qizlarni taklif etamiz. Marhamat, Bahugul opa. Oldilariga yaqinroq turib keling. Ayajonimiz bilan birgalikda pichoqlar tayyor bo'lsa agar birgalikda tortni kesib tanovul aylab, keyin bugungi shodiyonamizni davom ettiramiz. Marhamat. Sovg'alarni taqdim etamiz. Muborak bo'lsin. Albatta shamlarni puflab o'chirgan holda niyat qilib tortni kesamiz, birgalikda tanovul etamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun yaxshi kunda yaxshi niyatlar bor, ezgu umidlar bor. Albatta, bugun yana bir bora aziz ayajonimiz
Kumaro oyani tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Hozir yaqinlari atrofidalar, albatta aka-ukalar, opa-singillar, yaqin qarindoshlar tabriklash maqsadida tashrif buyurishgan. Hozir so'z navbatini amakijonimizga beramiz. Oldilariga turib bitta tabriklab berasiz. Keling, keling. Bizlarga kirib kela jurib. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun sizlarga Xudoning tug'ilgan kuni munosabat bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bunga uzoq sog' salomatlik, kelgusi hayot ishlarida kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat, tashakkur deymiz. Marhamat, so'z navbatini yana mehmonlardan eshitamiz. Tabrik so'zlarini mikrofon bilan aytamiz. Marhamat. Ana farzandlarni ham tayyorlab Mana bugun Qorani tug'ilgan kuni. Yuzlarga kirsin, minglarga kirsin, hoji momolar bo'lsin, Saidqul bilan qo'sha qarisin. Doimo shunday mana shunday kunlarda o'ynab kulib yursin. So'z berganingiz uchun rahmat. Rahmat. Rahmat sizga tashakkur deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Elatovlar oilasi. Mana bugun birga yig'ilishimizdan sabab qayinsinglimiz Kiborra. O kishining tug'ilgan kunlari ekan. O kishini tug'ilgan kunlari bilan o'zim nomimdan, oilamiz nomidan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin. Xudoga shu Saidqul bilan qo'sha qarib, hamisha to'y marakalarimizda qayinna o'rniga qayinna bo'lib, bosh-qosh bo'lib xizmat qilib hammani boshqarib yurishlarini Allohdan so'rab qolaman. Shunga ham el qatarida Alloh bir juft o'g'il bersin, shuni to'ylariga bundan ham ziyada o'tirishlar qilib bersin. Rahmat sizga. Yaxshi niyatlar uchun rahmat deymiz. Tashakkur. Keling, amak siz ham yaqinroq turing. Bugun yaxshi kun, marhamat. Mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bu Kiborra singlimizning bugun tug'ilgan kuni ekan. Bu buni bizda pillalar bog'i bajarib bergan uchun mana bugun shuni bu bellarga ham yana pillalarni terib sog' salomat. doimo bizni martabamizni ulug' qilib yuraversin. Hoji momolar bo'lsin. Hojilarga borsin. Bosh qosh bo'lib o'ynab kulaversin. Rahmat. Rahmat sizga. Tashakkur deymiz. Albatta hozir ayajon, amajon mana shu ishni tashkillashtirgan aziz opa sizni tabriklash maqsadida tashrif buyurgan biz bilan albatta yaxshi niyatlari bor, ezgu umidlari bor. O'zlaridan eshitamiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan mehmonlar, mana bugun ammamning tug'ilgan kunlari. Bilib bilmay, o'ziga aytmasdan ularni olib qo'yganim uchun avvalambor uzr. Surpriz bo'lgani uchun ham spesialni shu nima deydi, pilla terib, mehnat qilayotgan joyida borib videolashtirib, syomka qilib kelaylik degan maqsadda bizlar surpriz qilib kelganmiz. Rahmat. Iloyim uzoq umr ko'rsin, yuzlarga kirsin. Yana hamki bundan ham yosharib yuraversin. Rahmat. Tashakkur deymiz. Albatta Mohingul opa, siz ham bitta tabriklab qolasiz. Marhamat. Tabriklayman. Rahmat. Endi birgalikda aziz opajonlar, aziz ayajonlarimiz birgalikda bugungi shodiyona kunimizni davom ettiramiz. O'ynab kulib, raqsga tushib, albatta bugungi xursandchiligimizni yana xursandroq qilib o'tkazamiz. Marhamat.
Yine
Eslayman men bilginamni armonlarim ortda qolgan yosh davrimning davronlarim yuragimda o'chmas sevgining dog'lari lolaxonni sevar edim lolaxonni eslayman men bilginamni armonlarim ortda qolgan yosh davrimning davronlarim yuragimda o'chmas sevgining dog'lari lolaxonni sevar edim lolaxonni Kapalaklar silar sevgan gulim ko'rdim tolga shabnamlari qo'nganini kim bilibdi men hofizmi sevganini lolaxonni sevar edim lolaxonni kim bilibdi men hofizmi sevganini Azizlar, bugungi xursandchiligimizni poyoniga yetkazib qoldik. Albatta shunday chiroyli kunlaringizda, unutilmas oqshomlaringizda Shahnon jamoasi sizlar bilan bo'lib, xonadoningizda mehmon bo'lib, ana shunday tarixiy kunlaringizni tarix zarvaraqlariga muhrlab o'zimiz bilan olib kelamiz. Albatta biz bilan qoling, Shahnon jamoasi bilan. Tashakkur. Doim meni yonimdasan ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan üf desem parvonadek aylanir boshimdasan Görmesem ko'nglim yarışmaz dilimning quvvati Görmesem ko'nglim yarışmaz dilimning quvvati Eshganim botmas ichimga bo'lmasang yonimdasan Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan otamdan yodgorim Gavhari konim onam Ham otamdan yodgorim Gavhari konim onam Tobudamga tarbiyat qilgan nigahmorim onam Ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan Ey ona sen yaxshi hamda Sen bilimli quvvati
Baxtıma bulg'il aman hatta kimin yoshimdasan ey ona sen yaxshi hamdam sen bilimli quvvati baxtıma bulg'il aman hatta kimin yoshimdasan ey ona mehring bilan doim meni yonimdasan uf desam parvonadek aylanur boshimdasan doimo birga yuruvchi otalar ham kam bo'lmasin ko'p yasha